Ona tabiat bizni yilning 4 faslida o'z mehrila siylaydi. Serquyosh o'lkamiz zaminida oftobning zarrin nurlari taftila yetilib pishayotgan noz-ne'matlar Yaratganning buyuk tortig'idir. O'xshashi yo'q ta'm va qiyosi yo'q hidga ega bo'lgan mevalarimiz va sabzavotlarimiz O'zbekistonimizning saxovatli zaminida yetishtirilayotgan mahsulotlardir. Bobo dehqonning qadoq qo'llari, yuksak zako sohibining qalb qo'ri ila dasturxonlargacha yetib borayotgan bu ne'matlar zamirida tinch totuv hayotimiz hamda musaffo osmonimiz aksi mujassamdir. Tabiatan beg'ubor, xushtam meva va sabzavotlar. Zaminimiz bag'rida yetishtirilayotgan bunday sifatli mahsulotlar endilikda O'zagra Eksport tashqi savdo kompaniyasi tomonidan dunyoning istalgan nuqtasiga yetkazib beriladi. 2016-yilning 7-aprelida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O'zagra Eksport tashqi savdo kompaniyasini tashkil etish to'g'risidagi qarori e'lon qilinganidan so'ng mamlakatimizda yetishtirilayotgan barcha turdagi eksportbop mahsulotlarni tayyorlash ishlari jadal tus oldi. Dastavval mazkur yo'nalishdagi bosh mas'uliyat zimmasiga yuklangan O'zagra Eksport tashqi savdo kompaniyasining asosiy maqsad va yo'nalishlari belgilab olindi. Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi. Hamkorlarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilish uchun yangi imkoniyat va istiqbollarni yaratib berish, O'zbekistonda yetishtirilgan meva va sabzavotlarning tabiiy mazasidan, quruq mevalar va qayta ishlangan mahsulotlarning ta'mi va foydali jihatlaridan bahramand bo'lishlarini ta'minlashdan iboratdir. Bugungi kunda kompaniya import qiluvchi mamlakatlarni yuqori sifatli sabzavot va mevalar bilan ta'minlab, mazali shaftoli va anjir, betakror ta'mga ega olma va noklar, ko'kat va sabzavotlar, quruq mevalarni mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Boltiq bo'yi davlatlari va boshqa ko'plab mamlakatlarga eksport qilib kelmoqda. Alohida ta'kidlash lozimki, O'zagra Eksport tashqi savdo kompaniyasining asosiy vazifalari yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga olib chiqishning zamonaviy xalqaro talablari va standartlarga mos keladigan samarali shaffof bozor mexanizmini shakllantirish, O'zbekistonda ekologik sof, iste'molbop xususiyatlari bo'yicha tengi yo'q sabzavot, meva, uzum va poliz mahsulotlari yetishtirishning g'oyat katta imkoniyatlari, shuningdek, ularning sanoat asosida qayta ishlangan tayyor sifatli mahsulotlari to'g'risida chet ellardagi qayta ishlovchi va savdo kompaniyalari bilan sherikchilik aloqalarini yo'lga qo'yishdan iboratdir. Shuningdek, hamkor sheriklarni izlash va ular o'rtasida meva-sabzavot mahsulotlari yetkazib berish shartnomalarini tuzishda qulay shart-sharoitlar yaratish. Bu borada har tomonlama ko'maklashish, meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtiruvchilar, qayta ishlash korxonalari hamda chet ellardagi import qiluvchi kompaniyalar, dunyoga mashhur marketing tuzilmalari o'rtasida barqaror hamda uzoq muddatli kooperatsion aloqalar tizimini shakllantirish, mamlakatimizning mahsulot yetishtiruvchilar va qayta ishlovchi korxonalarini tashqi bozorlarda doimiy xaridorga mahsulotlarni ishlab chiqarishga yo'naltirishdan iboratdir. Aytib o'tish kerakki, meva-sabzavot sektori O'zbekistonda eng tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan istiqbolli sohalardan biri hisoblanadi. Agar ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, bugungi kunga kelib respublikamiz jami salkam 5 milliard dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilmoqda. Eng muhimi, so'nggi yillarda eksport qilinayotgan meva-sabzavot mahsulotlari hajmi 3 martadan ko'proqqa oshdi. Olxo'ri, uzum, yong'oq, karam va boshqa bir qator meva va sabzavotlar eksporti bo'yicha jahonning yetakchi 10 ta davlatlari qatoridan joy egallagan O'zbekiston bugun o'rik eksporti bo'yicha dunyo mamlakatlari orasida birinchi o'rinni zabt etgan. Shu o'rinda quyidagi raqamlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ta'kidlash lozim, 2016-yilda O'zagra Eksport tashqi savdo kompaniyasi tomonidan tashqi bozorga salkam 1,5 million tonna meva-sabzavot yetkazib berish rejalashtirilgan. Bu esa hazilakam ko'rsatkich emas. Shundan 770,1 ming tonnani sabzavotlar, 243,8 ming tonnani mevalar, 218,9 ming tonnani uzum, 244,8 ming tonnani poliz mahsulotlari tashkil etadi. Bugungi kunda O'zagra Eksport tashqi savdo kompaniyasi faoliyatini yanada rivojlantirish, uni malakali kadrlar bilan boyitish, ilg'or va rivojlangan mamlakatlarning ayni yo'nalishdagi imkoniyatlarini o'rgangan holda, ular bilan tajriba almashish, tizimni zamon talablariga to'liq javob bera oladigan texnologiyalar bilan boyitish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Sababi, ayni sohadan keladigan daromad mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining eng katta ulushini tashkil etadi.
Shunday ekan, O'zbekistonimiz zaminida yetishtirilayotgan har bir ne'mat mehnatimiz va qalbimizning iliq tafti ila yetilib pishajak. Zero bu ne'matlarning shukronasi sheriklarning hamkorlikdan hosil qilajak qoniqish tuyg'ulari bilan uyg'un bir ko'rinish kasb etadi. Oldinda esa bizni uyum-uyum hosillar, yangi sheriklar va yangi uzoq olis manzillar kutmoqda.